Marojnani ichiga uzuk tiqib berarmish. Hezali. Bo'ldi, men aytgan qizga uylanasan. Tosh oldimga. Qayerga boryapsiz o'zi dada? Toshkentga boryapmiz. Unda bo'lsa borib uramiz. Ketdi. Uchdan keyin nechi keladi? 4 keladi. Ha bo'lmasam to'rga olib gazni bosmaysanmi, ho'kiz? Qachon Toshkentga yetib boramiz bunaqada? Nexia 3. Sekinli, radar. Nexia 3 sekinli. Sekinli, tezlikni pasaytir, Nexia 3 turibdi. To'xtat mashinani. Aka, Nima qilyapsan bu yerda? dam olyapman. Sen dam olgan yo'qsan, rasmga olyapsan o'tgan mashinalarni. Endi men rasmga olaman, qarang, mashinam ikkita harf bu. Ha, ikkita harfli bo'lsa, dalani ichiga tushib dam olgan oq Nexia 3 ta yo'lni bo'yida dam oladimi? Tez o'tgan shopirlar yuragiga g'ulg'ula solyapsan. Farosating ishlaydimi? O'zi sen men bilan gaplashganda nimaga mashinada o'tirasan? Tosh boshqa mashinadan. Dada, o'tirib gapiraversin, turib gapirsa qo'rqinchli ko'rinar ekan bu. O'tirib olur. Yaxshi dam olsinlar akaxon. Ketdik. Dada, Ha, nimaga meni aldadingiz? nima ballabman sen? Toshkentdan shahardan qiz olib beraman deb turuvdingiz. Toshkentda emasmiz-ku. Toshkentda basbizdichi? Toshkentda basmiz. Ya'ni bo'larkan. Bu dadasining ishxonasi qizdi, uyi bas. Kelsam Toshkentga qaraydi. Tosh oldimga. Ja, molmi qo'ymi bu? Bu zotdor arashan qo'yam aka. Voy, rasa katta bo'lar ekan-a. Ha. Bizga Xolmat qassob kerak, qidirib yuribmiz. U mana shu yerga borsangiz ko'rsatishadi. Xo'p. Xolmat qassob kerak edi bizga. Yo'q edilar aka hozir. Nimaga yo'q bo'ladi? Xalq xizmatidamiz u. Qo'y so'ygani ketdilar haqiqalarga aka. Ha, keladimi so'yib bo'lib? Yo'q, bu Tikemil uylariga boradilar aka. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Yana 3-4 kun qovora qolaylik, shetladi. O'zi kelganingga 7 soat bo'lgan yo'q, o'tdi lo'lo qilyapsan. Hozir 3-4 kun qolsang o'zingdan Toshkentlikni yozib, hamma viloyatliklar tog'dag'iga yo'qol deysanmi? Samarqandda men 15 sotka o'tirish niyatim yo'q. Tosh oldimga qiz dadasi bilan kutyapti bizni. Do'stim, esingda bo'lsa, armiyada xizmat qilib yurganimizda bir-birimizga quda bo'lamiz deb so'z berib qo'ygan edi. Albatta esimda, Mana men o'g'limni uylayman deb Toshkentga olib keldim. Kelinoqda yuribman, senda qizing bor ekan. Nima deysan? do'stim, sen bilan nima kunlarni ko'rmadik. Bersam, senga beraman. To'ylam bor ekan. Qan. Endi ona qizdan bu taqdir bu. Lekin men seni ham ko'nglingni bilay, ha? Kuyov bola ma'qulmi? Ha? Yoshlari sal kattaroq ekan, lekin mayli, yoqdi. Bu meni o'rtog'im. Mana kuyov bola. Bular yoqdi-da. Bilaman siz Rossiyadasiz. Rossiyadan O'zbekistonga yaxshi kursda pul yuborishni o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang so'mda, xohlang AQSh dollarida pul yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va uydagilaringizga yaxshi kursda pul yuboring. Ukam, mana shu yerda qolaman, sen ketaver. Yaxshi ko'rgan qizingiz balki noto'g'rilar ketsa tashagandir. Sevgilar adashmaydi, sen ketaver uka. Hali esim ham keldi. Zo'r uydan chiqa olmayman. Dadam kelib qolishdi. Uka, to'xta, qani. Yo'q, men qaytaman. Adashib qoldim-ku. Barat, ana u shpiyondagi yigit siz bo'lasizmi? Qana shpion nima deyapsan sen? Men mobilografman. Ha, mana o'shani aytyapman-da. Bildirmasa, sezdirmasa kuzatib bering. Kimi? Sevgan qizim menga xiyonat qilyapti shekilli. Ha. Sevgan qizingiz boshqa yigit bilan uchrashib yuribdi. Shubhangiz to'g'ri ekan. Qovuchib qo'ydingiz-ku. Qanaqasiga? Ha, bu yuzi qani? Kim bu bola? Tanimayapman men. Siz Oppo kompaniyasini yangi chiqqan Reno 13 telefonini karomatini bilmaysiz kerak. Men live fotoda rasmga olganman. Bu rasmda 4 sekundlik video qilib olsangiz bo'ladi. Ana. Chin do'stim-ku. Endi nima qilaman aka? Voy. Xohlasangiz bularning arasini buzib yuborish qo'limdan keladi.
do'stingiz bo'lib qoladi, sevgan qizingiz yoningizda qoladi. Faqat jitcha qo'shib berasiz, nima deysiz? Nimaga batga chaqirdingiz o'zi? Bilasizmi? Sizga bitta taklifim bor. Ha, bu yoqda ekan. Demak, menga turmushga chiqishga rozisiz. Roziman. G'idi. Yalla yorim yalla